Qashqadaryoda ham qayerdadir ko'rishib o'zi bilan gaplashib olaman. Menga Instagramda ertaga kerak emas. Men bilan urushib tanilgan, boshqa qilgan, men alhamdulillah o'z kuchim bilan 1 million bo'lganman. Shunaqa gap. Bu masxara o'zicha mana laycha, paycha boshqa deyapti. Men bungacha Instagram gap yozib, so'kib nimadir qilmayman. Shunchaki o'zi bilan ko'rishganda men video ham qilib chiqmayman. Bularning niyati haypajor bular. Po faktu keltirib ham beraman. Bular haypajor. 100%. Ko'ramiz endi qanaqa yo'l tutar ekan. Ha, indamasam post ham qilib chiqadi bu. Postga ham gapirib chiqadi. Mana ikkitasi meni gapirib chiqdi. Og'zingiz sal ehtiyot bo'lgin. Men senga qanaqadir hali ko'chadagi laychalamasman, onadan so'ksang indamay kechirib yuboradigan, tushundingmi? O'zingcha so'kib bir balo qilmagan. So'kmasang ham men sen bilan borib ko'rishib gaplashib ola olaman, tushundingmi? Shunaqa gap. Sen Instagramga story qo'yding, o'shaning uchun men ham atvet qilib qo'ydim. Oxirgacha ko'rib eshitinglar. Shunaqa gap. Amir Temurning Buyuk imperiyasi dunyoning 4/3 qismiga hukmdorlik qilgan. 22 ta podshohni tiz cho'ktirib, 20 ta muhim harbiy janglarda g'alaba qozongan. 100 ga yaqin jang o'tkazib, hech birida mag'lub bo'lmagan. Tarixga ismini yengilmas Turon Xoqoni, Sohibqiron Amir Temur deb yozilgan.